Ba'zida kichik sovg'a va e'tiborlar ham insonni xursand qiladi. Xullas, gap shundaki, Xitoyga borib kelgan yaqinimiz biz uchun ham sovg'alar olib kelibdi. Ikki xil turdagi mana shunday yong'oqlar ikki qadoqdan. Birinchisi olmaxon yong'og'i judayam mazali bo'lar ekan. Keyingisi bo'lsa pistami, bodommi, xullas shunga o'xshash. Men ta'mini semchkaga o'xshatganim, ammo uyimdagilar seni ta'm bilish organing aldayapti deyishdi. Keyingisi bo'lsa mana shunday ikkita qutichada qadoqlangan termoslar. Judayam chiroyli, yaxshi qadoqlangan. Dizayniga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Va men eng xursand bo'lganim ichida shama tutib turuvchi shunday setkasi bor ekan. Judayam qulay, udobniy va qopqog'ining ustida gradusnigi bor. Singlim va menga alohida olib kelishibdi. Judayam quvondim. Siz ham obuna bo'lsangiz xursand bo'lardim.